kompressor Gri 305 18 talik. Eskisini o'chirib oldik. Kuygan prasonka bermayapti. 18 talik chigomiz bor. Shunga qo'yapmiz. Hop, kompressorimizni qo'yib o'rnatib oldik. Faqat payka jarayonlarni amalga oshirganimiz yo'q. Paykadan oldin tekshirib olishimiz kerak. 1-2 ga ulab olganmiz. Primo kompressorda o'ziga ketadi hozir. Через kondensator. Shu holatda bitta yoqib tekshirib olamiz. Bismillah deb. Kompressorimiz ishladi. Sas bu magnetometer. Bu ikkinchi zapuskimiz. Sekin payga qilib joy-joyga qo'shib bo'laveradi. Hop, kompressorimizni qo'yib oldik. Atrofga jarayon ketyapti.